Mana shu uyimizga kim like bossa, o'sha insonga eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlar nasiba ro'za aylasin. Mana buni qaranglar, uyimizga kirgan odamni bittada diqqat e'tibor mana shu fasad bittada tortib qo'yadi. Ayniqsa mana shunaqa chiroyli landshaflar uyimizga yanada ko'rk bag'ishlab turibdi. Bugungi video obzorimiz Mirzo Ulug'bek rayoni Amur Temurda bo'lib o'tadi. Yettisuviga mana shunaqa qasr xonadonni sizlar bilan birgalashib ko'rib chiqamiz. Yaxshilab joylashib, bitta choy damlab qo'yinglar, ketqizgan vaqtingizga xudo xolasa achimaysizlar. Bu yoq tarafdan boshlab bitta ko'rsatib beraman. Bu yoqni qaranglar, naves ostida bemalol ikkita mashinalar sig'adi. Ikkita taxov ko'rmadim deydigan garaji mana shu bo'ladi. Uyimizda naqd 3 ta garaj bor. Bu uyimizning oldi qismi bo'lsa, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, qani ketdingiz, sizlarni orqa tarafini olib o'tib ko'rsatib beraman. Bu yoq tarafiga ham bemalol yana ikkita mashina sig'adigan, ayniqsa mana bu garajdagi lyustralarni ko'rasizlar, chiroyli qilib uyimizni yasatib qo'yishgan. Juda ham chiroyli holda ta'mirdan chiqarilgan. Mana buni qaranglar, kattagina yetarlicha joy mavjud. Va sizlarni endi orqa hovlini ko'rsaman. Orqa hovliga keladigan bo'lsak, basseyn, sauna, xullas uyimizda barcha sharoitlar tayyor qilib qo'yib qo'yilgan. Mana shunaqa sharshara vodopodlarga ham o'zingizlar bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Basseynni qarasanglar-chi, basseynni. Uy bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da. Nima deysizlar? Havas qilganlar bitta like bosib, kimga mana shu uyni ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga tezda jo'natib qo'ying.